2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinasini olib qo'yganmiz akalar. Buni narxini eshitib shokka tushib qolishinglar mumkin. Biranda mana ushlaylar akalar. Holati vobshe ideal holatda. Ko'rib turganinglardek 4 ta yaxshi balon, yaxshi chexol poliglar ham qo'yib qo'yilgan. Ko'rib turganinglardek holati vobshe shikalat holatda. Tez buni olib baraka qo'raman degan ko'plar shoshilib turinglar. Xo'p, holati ko'rib turganinglardek yaxshi holatda, hech qanaqa qilinadigan ishi yo'q. Hamma detali top-toza, prosta mana bunaqa chaqa-chuqali, ozroq kraska qilinadigan ishi bor. O'zingizlar uchun qildirib olsanglar bo'lar. Motor hadovoy hech qanaqa ishi yo'q akalar. Xo'p, bu mashinamizning narxini bizning kanaldan maza qilib aytayman degan ko'plar bo'lsa, taxmin qilib turinglar. Bu taxminlardan ham arzon chiqadi. Holati, salon holati ideal, chexol polik qo'yilgan akalar. Mashinamizning probegi 446 ming yurgan, atiga ashibkalari ham top-toza. Xo'p, bu mashinamizda akalar narxini taxmin qilib bo'lgan bo'lsanglar, narxi $6100 bo'lsa berib yuboriladi. Tez aloqaga chiqing.